Biz doim gostitsiyada ovqatlanaverib, shunaqa ostrovga kelgim keldi. Kinolarda ko'rsatadigan ostrovlar bo'ladi-ku. Bugungi kunda oilam bilan ostrovda biz. Bu ostrovga kelishimiz uchun kamida 3 soat vaqt ketdi. Yo'lamaslarga ko'rsataman, ular qanaqa holatda yashashar ekan ham, ishlashar ekan ham, qanday baliqlarni tutib, qanday qo'g'irib berishlarini ko'rsataman. Men sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan baliqlarimni qaranglar-da, mana yerda. Mana. Shunaqa yeydigan shirin baliqlarni mana shunaqa qilib hovuzcha qilib qo'yishar ekan. Halol o'zimiz yeydigan shu baliqni xohladim, baliq yeymiz deb xohladim. Akulacha yeyman deganlarga mana akulani bolalari ham yerda yurib ketgan. Kim xohlasa akula ham yeyishi mumkin. Mayda akulalarni ko'rsataman, karta o'ynab o'tirishadi. O'zimizni ayollarga o'xshashadi bular ham. Ishdan keyin o'tirishga mazza qilishar ekan. Masalan, hozir kuxnyalarni ham ko'rsataman. Xohlagan narsalarni ko'zlaringni yonida sveji qilib qo'yib berishar ekan. Qanlarni qaranglar. Mana qisqichbaqalar. Mana qisqichbaqalarni qaranglar, hammasi живот. Bata qorong'i bo'lsa, men hozir mana yerda ko'rsataman sizlarga. Ana qisqichbaqalar. Meni o'zimni muchalim qisqichbaqaligi uchun men qisqichbaqani hayotda yemayman. Umuman.